Ijtimoiy tarmoqlarda mashinalar narxi keskin tushib bormoqda deya xabarlar tarqalmoqda. Aynan shu savolga javob olish maqsadida biz Sergeliga tashrif buyurdik. Hammaga salom, sizlar bilan Uzcars boshladik. Bugun biz Shavkat aka Cobalt'ni oldiga keldik va hozir Shavkat aka aytib o'tadilar, Cobalt'ning narxi qanaqa, tushdimi, tushmadimi va minimum va maksimum narx. Sergeli mashina bozor narxlarimizni o'sha desam ham bo'ladi. Narxlar deyarlicha tushmadi. Hamma yoqda shu bo'lyapti, lekin Xudoga shukr. Endi yil boshida ozgina savdo suslashdi. Hozir mana oxirgi 3 haftada savdolar yurishib yaxshi. Lekin 3 kun oldin chiqdi-yu xabar aka. Sergelida narxlar keskin tushib bormoqda, nimadir, shunga o'xshagan xabar ko'rdim. O'shan keldik-da o'zi aslida. Lekin shunaqa xabarlar men ham ko'rdim, lekin bizda Cobalt qatorimizda biz aslida Cobalt sotamiz. Cobaltlarimiz bir tekis ketyapti. Xudoga shukr, savdolar bo'lib turibdi, yaxshi. Aka, minimum Cobaltingiz necha pul turibdi, maksimum eng qimmati? Cobaltlar Sergeli mashina bozorida 8 mingdan boshlanadi. 8 mingdan eng balani 12.600, 12.5 gacha. Bu midnight komplektatsiya adashmasam. Midnightda. Bu probegi qancha yurgan, necha pulga sotyapsiz aka? Bu mana Midnight Cobaltimiz. Mana qora fari, qora diska bo'ldi, bakoy alishdi, orqa farasi alishdi. Qolgan salon qismida 3-holatda turibdi Cobaltimiz. Davlat bahosi 7 millionga ko'tarildi. Midnight bo'lgani uchun. Lekin o'sha style motor bir xilda Cobalt. Bu Cobaltimizni biz 12.400, 12.500 gacha sotyapmiz hozirgi kunda. Sizlarda nasiyalar, arendalar yoki hammasi bor. Nasiya savdoyi ham bor, muddatli to'lov ham bor, avtokredit deganligi hamma banklar shu yerda, GAI shu yerda, bir joyda notarius ishligisi bitib chiqib ketishadi. Savollarga sразу o'tadigan bo'lsam, yengilliklar tarqalyapti, Sergelida mashinalar tushib ketyapti, keskin tushib ketyapti degan xabarlar. Qanchalik to'g'ri? Yo'q. Endi bu hozir men ham telefonlarda ko'ryapman, ijtimoiy tarmoqlarda har xil gaplar yuribdi. Mashina bozorida Cobaltlar tushib ketibdi, Gentralar вообще tushib ketibdi narxi degan. Eski mashinalar tushgan. Mana yili 2020, 18, 21 mana shunaqa mashinalar yurilgan, haydalgan mashinalarni narxi ozgina bir 300-400 ga tashlagan. Ozgina summaga tashlabdi-ku. Endi misol uchun hozir bozorga tushmagan odam ijtimoiy tarmoqlarda telefonimdan o'tkazib ko'radida, "Ya, narx-navolar tushib ketibdi-yu, deydi. Lekin bozorga kelib o'zi ko'zi bilan ko'rib narx-navoni qulog'i bilan eshitgandan keyin aytadiki, "Yo'q, unaqa sezilarli darajada tushmabdi" degan fikr uyg'onadi. Hozir eng arzon Gentra's, eng qimmat Gentra's qancha marta? O'tgan safar kelganimizda 16.5 ming edi, eng qimmat. Hozir ham shunaqami? Bizda hozir probegiga qarab, misol uchun 3000 yurganlari 16.5 ming. O'sha navorotli probegli endi misol uchun. Bez probeglari bizda endi tayyorlari bor, misol uchun 500 kilometr, 1000 kilometr yurgan, ular 17 ming. Narx tashlamagan bularni. Bular chunki 2024larning narxi unaqa tashlamagan. Boshini qolib ketadigan. Shunaqa. Eng arzoni qancha hozir sizda bor? Eng arzon 16 ming. 16 ming. Eng arzon ham kam yurgan ekanda. Endi 3000 emas, u где-то bir 6000, 7000 mana shunaqa yurgan mashina. Lekin sizda вообще mashina tashlamadi, to'g'rimi? Yo'q, bitta manda emas, yon berimda ham shunaqa. Endi navorotli, kam yurgan mashinalarni narxi tashlamagan. Sizdan so'raymiz, yengilliklar chiqib yotibdi. Sergelida mashinalar keskin tushib ketdi, arzonlashib ketdi. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri? Yo'q, endi keskin tushib ketdi degan ma'lumotlar tarqalyapti internetda, boshqada har xil. O'zimiz ham ko'ryapmiz, lekin o'zimiz har kuni chetdamiz, boshqa hech unaqa ma'lumotlarga ishonmaydi. Spark 18 dan narxi 7.5 ming bo'lyapti. 19 da 8 ming atrofida bo'lyapti. Ana 6 ming, 5.5 ming bo'lib ketdigan mashinalar 14, 13, 12 mashinalar bor. Eski mashinalar narxi tushgan, lekin yili yengili hali shunaqa bo'lib turibdi, eski narxda bo'lib turibdi. Yili eskilar qanchalik tushdi? Sizda bormi yili eski mashina tushib ketgan? Yili eski mana bu bor, 2014 bor. Etpetli kraskasi bor. Buni 4 ming bo'lsa berib yuboraman. 4 ming berib yuborasiz. O'zi necha pul edi uchish yengilliklardan oldin aka? 4.5 atrofida botdi bular. 10-15%larga tushdi. 15% tushyapti. Xo'p, eng arzon Sparkingiz, eng qimmat Sparkingiz necha pul? Eng arzon Sparkim bu. Eng arzoni bu. Yo'q, 22-yil Sparkim bor. 23 kuzib bo'ladi ular. 23 o'zi kamdan kam chiqqan. Uni bo'lishini 10.600 qilib beraman. Avtomat. Eng qimmati u. Nexia 3 qatoriga keldik va Nexia 3lar orasida ham narxlar tushmagan ekan. Eng arzon Nexia'si 9800 dan boshlanib, eng qimmati esa 11500 gacha tugagan. Ko'rishingiz mumkinki, narxlar pasayishi bo'yicha yengilliklar haqiqatga mutlaq yaqin emas.
Bu asosan eski avtomobillarga tegishli, ya'ni eski Matiz, eski Spark'lar 10-15% ga narxi pasaygan. Lekin yangi avtomobillarda sezilmas darajada 1% shu 200-300 dollarga pasaygan. Hammaga xayr, sizlar bilan Uzcars jamoasi va narxlar qulashi bo'yicha fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring.